har qanday xalqni ota bobolarimizdan qolgan an'ana, uzumlar, bag'ri kenglik, mehribonlik, qo'ni qo'shniga, ota onaga bo'lgan muhabbat, ularni hurmat qilish, kattaga hurmat, kichikka izzat an'analarni, uzumlarni ana bu yoshlarimiz bilan birgalikda targ'ib qilib, O'zbekistonning kelajagini, taqdirini hal qiladigan yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda vatanga sadoqat, ota onasiga hurmat, o'zini yurtiga bo'ladigan, o'zini kelajakda men ham mana shu ota bobolarimga o'xshagan kelajakda vatanimga xizmat qilaman degan yoshlarni tarbiyalash bizlarning vazifamiz. Osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimiz tinch, yurtboshimiz omon bo'lsin. ajoyib zamonda bizlar Hayit arafasida bunaqa tadbirlarni o'tkazish xayolga ham kelmas. Odamlar so'rasa nima kamayib ketyapti degan savolga hammasi bitta aytyapti, mehr oqibat kamayib ketyapti degan savol beryapti-da. O'shanga bag'ishlangan. Thank you.